So'nggi yillarda ko'plab tadbirkorlar noturar binolarga texnik hujjatlar rasmiylashtirilgan bo'lsa-da, ushbu hujjatlar asosida banklardan kredit olishda muammolarga duch kelayotganligi to'g'risida ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Ushbu savollarga mutaxassis javob beradi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-iyundagi 389-sonli qarori bilan mulkdorlar tomonidan texnik inventarizatsiya hujjatlari rasmiylashtirilganligi to'g'risida ularning mulkdorlari yoki ishonchli vakillari orqali kadastr filiallaridan ma'lumotlar olish imkoniyati mavjud. Shunga ko'ra, yuridik va jismoniy shaxslar o'zlariga tegishli bo'lgan ko'chmas mulk obyektlariga huquqni belgilovchi hujjatlar asosida davlat xizmatlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilib, o'z huquqlarini davlat ro'yxatidan o'tkazishlari kerak bo'ladi.